Bizani operatsioniy blogimiz operatsiyalarimiz tugadi va sizlarga chiroyli natijam bilan bo'lishmoqchi edim. Bu bemorimiz Jizzaxdan kelganlar, 15 yillik ikkilamchi bepushtlik. Bularda yoshlari katta bo'lgani uchun biza programmani tugatganimizdan keyin bitta dona a'lo sifatli embrion ekib berganman va bizada mo'jiza ro'y bergan. Ya'ni bitta embrion ekanimda, bitta embrion a'lo sifatli bo'lgani uchun ikkiga bo'linib, ikkita homila paydo bo'lgan. Ya'ni bu egizaklar, ya'ni bir-biriga juda ham bir tomchi suvga o'xshaydigan egizaklar hosil bo'lgan va ular 38 haftaliga to'lib va ular tug'ilishdi. Jizzaxlik bemorimiz Jizzaxda hozir Fotima Zuhralar, sizlarga rasmini ko'rsataman hozir. Ikkita chiroyli qizaloq va bu qizaloqlar yaxshi katta bo'lishlarini, sog'lom katta bo'lishlarini va egizak xolab yurgan bemorlarimga ham xuddi shunaqa chiroyli egizaklar berishini tilab qolaman. Va biz mo'jizalarga ishonamiz va har birimizning hayotimizda mo'jizalar albatta sodir bo'ladi.